o'sha 100 milliongacha ajratganmiz kapitallarga. Biznesga birinchi qadam kreditlarimiz bor. Mahsulotlarimizni aytadigan bo'lsak, plastik kartochkalarimiz bor. Omonat pochayda bo'ladi. Tadbirkorlarga 300 milliongacha garov asosida beriladi, 100 milliongacha garov sug'urta bilan beriladi. Hozirda ishsiz fuqarolarga biznesga birinchi qadam 17 million kreditimiz bor. Bunda ishsiz odam o'zini ish bilan band qiladi. Kafillik asosida 4 yilga 6 oy imtiyozli davrida 17 million so'm kredit ajratib beriladi. Mahalla loyihasi kreditlarimiz 5 yilga 2 yil imtiyozli davr bilan bu ham shu o'zini band qilgan fuqarolarga beriladi. Bu ham kafillik asosida maqsadli kredit, ta'minot ishiga tushmaydi, bu plastikka tushadi. Undan keyingi oydan oila kredit uzdan ajratiladi. Yon kreditlar ham shu Agrobankdan beriladi. Bunda shu 15 ta mahalla biriktirilganligi, 15 ta mahalla fuqarolarga tadbirkorlik qilish istagi bor fuqarolarga kredit ajratib beriladi.